Payg'ambar alayhissalomni nima uchun yaxshi ko'rish kerak? Imom Tabaroniy rahimahulloh rivoyat qiladilar. Kimdan? Abdulloh ibn Sallam degan kishidan rivoyat qilinadi. Abdulloh ibn Sallam tarix zarvaraqlarida Yahudi rohiblardan bo'lganlar. Olim, nihoyatda olim bo'lganlar. Injilni, Tavrotni yoddan biladigan, Zaburdagi ma'lumotlarni yoddan biladigan odam bo'ladi. Payg'ambar alayhisalomni bir marta suhbatlashib turib iymon keltirgan bo'ladi. Mana shu kishi rivoyat qilib aytadilar. Yahudiylardan Zayd ibn Sa'na degan bir rohib bor edi. Zayd ibn Sa'na. Mana shu kishi aytadiki, men payg'ambarimiz alayhissalomni, Muhammad alayhissalomni shunday yuzlariga qarab, payg'ambarlikda hamma alomatini u kishida ko'rdim. Ikkitasi qoldi deydilar. Shundoq qarar ekanlar, payg'ambar alayhissalomni ko'rar ekanlarda, payg'ambarlikda alomatini hammasini ko'rdim deydi. Nimaga ahli kitoblar payg'ambarimiz alayhissalomni bitta ko'rganda payg'ambar ekanligini bilishgan desa, Alloh taolo aytadiki Qur'oni Karimda: "Ey Muhammad alayhissalom, ahli kitoblar sizni o'zini bolasidan ko'ra yaxshiroq taniydi", deydi Alloh taolo. Ahli kitoblar sizni o'zini bolasidan ko'ra yaxshiroq taniydi. Nimaga? Injilda ham, Zaburda ham, Tavrotda ham payg'ambarimiz alayhissalom haqidagi ma'lumotlar kelgan. Oxirgi zamon payg'ambari keladi. Yolg'on gapirmaydi, va'dasiga xilof qilmaydi, ko'rinishi bunaqa bo'ladi, ismi bunaqa bo'ladi, hamma ma'lumot kelgan bo'ladi. Shuning uchun Alloh taolo aytadi: "Ular deydi, qaysarlik qilib iymon keltirmayapti, xolos." Bu kishi ham, bu rohib ham xuddi shunaqa deydi. Payg'ambar alayhissalomni qidirib keldim deydi. Qarasam deydi, bizni kitobimizda aytilgan hamma sifat topilib turibdi deydi. Ikkitasini topa olmadim deydi. Shuni sinab ko'rish uchun payg'ambar alayhissalom oldiga keldim. Ikkita sifat nima edi? Injilda, Tavrotda aytiladiki, agar payg'ambarni g'azabi keladigan bo'lsa, halimligi, yumshoqligi uni yengib o'tadi.